Barchangizga assalomu alaykum. Aziz do'stlar, sizlarga foydali videoroliklar ko'rsatib borishda davom ettiramiz. Bugungi obzorimizdan so'ng mana shu chiroyli tomlarni ustini yopish necha pulga tushadi? Bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Vodiylik ustakalarimiz salonlarida mana shu chiroyli xizmatlar aziz do'stlar bitkazilibdi. 12 ta viloyat bo'yicha borib mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Qaylar bitta mana shu aziz do'stlar firmaning ustiga 500 kilogacha yuk ortsalaringiz bir xil turadi deyaptilar. Bemalol telefon qilaverasiz. Mana shu ishlarga ham garantiyani zo'r beryaptilar. Nasib bo'lsa masalan mana bunaqa qimillashlar yo masalan katta talafotlar bitmasa, asosan mochni o'zini ushlab berar ekan, garantiyasini xohlasangiz через notarius deyaptilar, qilib ham beramiz deyaptilar. Bemalol murojaat qilasizlar, sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Mana shu katta obyektlarni ustini yopish necha pulga tushadi? Bundan tashqari sizlarda asosan hovlilaringiz bo'lsa, katta tomlaringiz bo'ladi-ku, katta hovlilaringizni tomini yopish kerak bo'lsa ham ustakalarimizga murojaat qilasizlar. Mana shu konteyner mahsulotidan chiroyli qilib tomlaringizni yopib berar ekanlar. Bemalol murojaat qilasizlar. Avval hozir biz to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqa materiallar ishlatilgan, necha kun ichida bitkazganlar va qaysi viloyatlarga borib mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib beradilar. Isroil Sharif kanal nomidan telefon qilyapmiz sizlarga, yana sizlarga chiroyli qilib chegirma qilib beradilar. Biz to'liq ma'lumot berib o'tamiz. O'zlarini chaqiramiz, bizga to'liq ma'lumot berib o'tadilar. Boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat aka, Xudoga shukr. Mana keldik aka, bir ishlaringizni yoritib berishga, obunachilarimizga mana shu chiroyli tom yopish xizmatlarini yoritib berishga. Avvalo, obunachilarga assalomu alaykum. Biz konteyner materialdan tom naves qurish xizmati bo'yicha butun 12 ta viloyatda xizmat ko'rsatyapmiz hozirda. Asosan Samarqandda 2 yil, 3 yildan beri ishlayapmiz. Ko'rib turibsizlar, mana qilgan ishlarimiz uzunligi 75 metr, eniga 11 metr bo'lgan joyda shu zdaniyani yopib berganmiz, noldan ko'tarib. Buning ichida hamma materiallar o'zimizdan, konteyner mahsulotidan bo'ladi, profilidan. Hamma material o'zimizdan, ustasi, elektrod hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Shu noldan bitirib beramiz, patkilish topshiramiz. Polni. Ha. Faqat shu sizlarni chaqirib pulni to'lasa tamom. Polni hamma narsa, material hamma narsa o'zlaringizdan. Hamma yo'g'i o'zimizdan. Materialga kelsak, konteyner mahsulotidan deyapsiz, a? Konteyner mahsuloti. Mana yaqinroq kelamiz, aslida mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu konteyner mahsulotidan usta aka. Konteyner mahsuloti, profili. Ko'rishlaringiz mumkin, mana profili konteyner mahsulotidan bo'ladi. Juda ham mustahkam bo'ladi. Juda ham mustahkam. Balandligini 15 metrgacha qilaveramiz. Bez ustun 24 metrgacha enini yopamiz. Uzunligini qizig'i yo'q. Loy bosiladigan holatlarda ham qilib beraveramiz. Uylar, tomi, molxonalar, stadionlar bo'ladimi, katta zdaniyalar bemalol shu mahsulotdan yopaveramiz. Xo'p, qarang, hozir buni usti yopilgan ekanda, mana tunuka urilgan o'sha. Ha, tunuka urilgan. Masalan, tunukalar qanday? Siz tomondanmi yo uyda egalar tomonlaridan bo'ladimi? Qanday bo'ladi? Biz shu ramasini tugatamiz, rekasigacha qatiramiz. Rekasi ham temirdan bo'ladi aka. Uyda egasi tunukasini yo shipirini olib beradi, qatir berish xizmati ichida bo'ladi. Ichida. Unga pul olmaysizlar? Yo'q, pul olmaymiz. O'sha narxda ichida bo'ladi. Tamam, mana shu tayyorlab bergangacha, asosan polni mana shu ustakalar tomonlaridan ekan. Faqat sizlardan ustini yopayotganingizni xohlasangiz shifer, xohlasangiz tunuka olib berasizlar. Lekin ustini yopib berishini pul olmar ekanlar. Mana shu kvadratni ichiga kirib ketadi, aka. Kvadratni ichiga kiradi. Xo'p, hozirda kvadratlar necha puldan necha pulgacha bo'lyapti? Aka, joyiga qarab bo'lyapti. Misol, devor tepasiga uyni tomi bo'ladigan bo'lsa, 150 mingdan, 140 mingdan, 170 minggacha bo'lyapti. Joyiga qarab, aka, loy bosiladigan holatlariga qarab. Manaqa zdaniyada naveslar bo'lsa, noldan ko'tariladigan stoykalari bilan bo'ladigan bo'lsa, o'sha 150 mingdan 200 minggacha boryapti 1 kvadrat. 220 minggacha bo'lgan joylari ham bor. Shu joyiga qarab, summasi chiqaveradi, holati chiqaveradi. Sizlar bo'lmasa polni katta mana shunaqa nima, o'zi bu yoq ham menimcha nima, qanaqadir katta nima? Bu ham g'isht-zavod. Ha, g'isht-zavodga katta mashinalar turgan asosan joy. G'isht ortilgan asosan kamazlar ustiga ko'rishlaringiz mumkin, g'isht zavod ekanda bu yoq. G'isht zavod bu yerda. G'isht zavodga katta naves qilib berganmiz. Qishda endi g'ishtlarni yalangga to'kib qo'ygan, ichkariga olib kirib bersa ham bo'ladi. Katta ob'yom bo'lgan. Pashti 8-9 kvadrat joy. Agarda sizlarni masalan joylaringiz bu yoq masalan mana shunaqa joydan maydaroq bo'lsa, hovlilarga ham qilib beryapsizmi usta aka? Masalan, hovlilar, masalan mana shu zdaniyani ko'rsataylik. Masalan, mana shunaqa hovlilar bo'lsa ham yopib beryapsizmi ustini? Yopib beryapmiz, ha. Qarang, masalan mana shu ham yaxshigina, kattagina ekan. Mana shu uy desak, masalan, например. Shu uy, ha. Necha chiqadi? Примерно kvadratini aytib o'ring, shunday bir hisob kitob olish. Endi misol aka, konvert holatda uyda tomida endi loy bosiladigan holatda bo'ladi. 15 ga 15 deylik razmerini, 300 kvadrat joy bo'ladi aka.
Bo'ladi kvadrati, endi ichida перегородкалari bo'ladi. Material ozroq ishlanadi aka. Tak 45 millionga to'g'ri keladi aka, 150 mingdan kvadrat. 45 millionga to'g'ri keladi, mana shu uyimiz. Mana ana shu uyimiz aziz do'stlar 45 millionga to'g'ri kelar ekan. Faqat bitta mana shu polni tayyorlanish, bitta nimasini olib berasizlar, tunuka yo shifrlarni olib berasizlar. Prosta hamma materiallar o'zimizdan, rekasigacha qotiramiz, tunukasini olib beramiz, qatirib berish xizmati ichida 15 300 kvadrat joy 150 mingdan. Gap yo'q. Xo'p, o'zingiz vodiydan. Hozir bizlar mana Samarqandda aziz do'stlar Charxin tomonda bu g'isht zavodi. Charxin tomonga kelib, mana o'zlari mana vodiydan kelib, mana Samarqandda bitirib beryaptilar. 12 ta viloyat bo'yicha chiqyapsizmi? 12 ta viloyat xizmat ko'rsatadi. Xizmat ko'rsatyapsiz. Xo'p, garantiyalar qancha beramiz mana shu ishlaringizga? Garantiya aka, endi avvalo hali xudo ko'rsatmasin, hali talofatlar bo'lsa, katta talofatlar bo'lsa, endi ularga endi tepadan. Agar nash firmamizning bittasiga 500 kilo yuk ilib ko'raveradi, tekshirib olaveradi. Oh, zo'r-ku. 500 kilo. Ishlarimizni garantiya beramiz. Xohlasa nima desa bo'ladi, hali через notariusdan tasdiqlab biz beraveramiz ishlarni. Zo'r ekan. Aziz do'stlar, ishlariga uveringni usta ekanlar. Xohlasalar через notarius deyaptilar. Bitta atak shu nimasiga 500 kilo yuk ham ortib ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Mustahkamligi juda ham zo'r ekan. Agarda hovlilaringizdami, sexlaringizdami, yo mana katta-katta zavodlaringizni yopmoqchi bo'lsangiz agar usta akamizga murojaat qilasizlar. 12 ta viloyat bo'yicha mana bemalol ishlab berar ekanlar. Hozir Samarqandga kelib mana bitirib beryaptilar. Bundan oldin ham hovli bitkazdim dedingizmi, usta aka? Ha, hovli bitkazdik. Asosan endi bitta kichikroq hovli edi. Eni 12 metr, uzunligi 20 metr joyda bitkazdik. Uni kvadratini 145 mingdan tushdi. 145 mingdan tushdi. Tepasiga shipr olib berdi, shipr yopdik. Ularni endi rasmi bor sizga ko'rsataman. Tashlab bersangiz ham qo'yamiz, nasib bo'lsa. Ko'rsatib bir qator nima qilaveramiz. Sizlar hozir masalan bizlarni har xil viloyatdan kuzatyapsizlar, yo masalan har xil masalan katta masalan har xil davlatlardan kuzatyapsizlar, bemalol murojaat qilaveringlar. Uyda bitta odam bo'lsa bo'ldi, polni bitkazib berasiz. Keyin qarang, boshda kelganingizda avans qanday olinadi? Misol, mana shu yerda deylik, 75 ga 10 metr deylik, 750 kvadrat joyda. 750 kvadrat. Kvadratini 150 mingdan dogovor qildik deylik. Misol 200 million pul oldi. 200 misolda u pul chiqmaydi, 200 million so'm bo'ldi. Men materialim, ustalarim, hamma yo'g'im kelib tushgandan keyin menga 200 millionning 70%ni beradi. 70%. 140 million so'm pul beradi. Ishni bitirganimdan keyin tunukasini qoqib tushaman, qolgan summani sanab beradi. Gap yo'q. Mana hamma mahsulotlarni olib keladilar, ustalarni olib keladi. Shunday tushdilarmi? 70% berasizlar, qolganini oxirida aziz do'stlar. Kvadratlaringizni hisoblab bemalol murojaat qilaveringlar. Kichikroq kvadratlar chiqib qolsa ham qo'ramizmi, usta aka? Qo'rayveramiz, ha? Bemalol telefon qilishaveradi. Gap yo'q. Ishlarni chiroq qilib bitirib beramiz. Ishlarimizga garantiya hammaga javob beramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana garantiyalarni zo'r dedilar. Aziz do'stlar, qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar telefon qilinglar. Isroil mobilan chiqyapmiz. Mana shuni tomlarimizni ustini yopmoqchi bizlar usta aka. Bir chiroyli narxlarda urib berasiz desalar aka, chiroyli narxlarda urib beradilar. O'zlari o'z mana yana qaytib Vodiga ketyaptilar usta akamiz. Samarqand, Vodiy shu viloyatlar bo'yicha yuraveradilar. Bu brigadalar ham ko'p, ha? Brigadalar ko'p, 5-6 brigada bor. Yo'q. Hozir Toshkentda ham ish bo'lyapti, ikkita brigada ishlayapti. Hozir ular oldiga o'tib, yana Samarqandga qaytib kelamiz. Ash Temirga brigada olib kelgani ketyapti. Yana zakazlarimiz bor. Oddiy masalan qarang, usta aka, mana shuni endi masalan hozir biz Samarqandda-ku. Masalan, garajlar ustini yopmoqchi bo'lsa-da endi ko'pinchalar masalan garajlar mayda bo'ladi-ku. Masalan, 4 ga keng 4 ga 3 bo'lsin. Yo'q, u garajlar kichikroqlik qiladi. Endi misol manaqa joylarda ishlayotgan bo'lsangiz, kelib aytsa, agar yaqinroqda bo'lsa, mana shu yerda yasab yo joyda bir kunda yasab o'rnatib berishimiz mumkin. Atak vodiydan u kichkina joyga kelolmaydi. Kela olmaysizlar, to'g'ri, tushunarli. Kattaroq joy bo'lsa yaxshiroq, ha? Xo'p, mana shu joyda qancha deysiz bu kvadratda? Mana shu yoqda? Bet 800 kvadrat bo'lganda. 800. Xo'p, necha kunda bitkazdingiz mana shu yoqda polni? Buni 2 haftada 12 kunda, yo'q, 2 hafta 14 kun bo'ladi. 14 kun. 14 kunda bitirib berganmiz. 2 haftada bitgan shu joy. Qaranglar, aziz mana shu katta obyekt ko'ryapsizlar. Tomni uzunligini ham ko'ryapsiz. Nechiga dedingiz buni? 75 ga 11 bo'lgan. 75 ga 11. 12 kun ichida mana shunday o'zi chiroyli qilib bitkazib beribdilar. Ko'ryapsizlar, mehnat anchagina yaxshi talab qilinadi.
chiroyli holatda bitkazib beribdilar. Bemalol murojaat qilasizlar, ana u yoqlariga ham nimalar qo'yibsizlar-da? Ha, u yoqlarga ham ustun shopil qo'yganmiz. Ana shu turgan aka shopillarimiz 10 metrgacha ustun qo'yamiz, ana shopillarimizni. Buni oralig'i bu tarafi 5,5-6 bo'lgan, bu tarafi 6 metrdan tushgan ustunni oralig'i. И undan deroqlar 10 metr, 9,5 metr joylari ham bor. O pastga katta mashina kirardi, o'sha yerda 9,5 metr, pastda 10 metr qilib berganmiz. Ustunni oralig'ini shopil ham 10 metrda turibdi. 10 metrgacha shopil qo'yaveramiz. Ustumsiz bo'lmasa 25 metrgacha yopib berasiz. 25 metrgacha. Yo'q. Qarasa 25 metrlik joy ham juda ham katta bo'ladi. Ustumsiz, bitta ham ustum bo'lmaydi, ustumsiz chiroyli qilib yopib beradilar. Bemalol murojaat qilinglar. Mana xizmatlarni qo'llangancha yoritib berdik. Telefon qilsangiz albatta chiroyli narxlarda qilib berasiz. Albatta, nasib bo'lsa. albatta. Harakat qilinglar. Katta mana shu obyektlar nimalar bo'lsa, endi yaxshiroq. Endi usta akamiz ham vodiydan keladilar, ancha uzoq yo'ldan keladilar. Agarda sal maydaroq bo'lsa ham, telefon qilib u yoqni gaplashaverasizlar. Ishda nimasida, orasida nima qilib kelaverasizlar. Gap yo'q. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Ishlar zo'r chiqdi. O'ylaymanki, obunachilarimizga mana shu chiroyli qilib bitkazib berasiz degan umiddaman aka. Xudo xolasa, albatta telefon qilishaveradi, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Gap yo'q aka, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Xo'p.